Xo'jaboddagi qurilishimiz davom etmoqda. Biz betonni to'liq utopit qildik. Tashqi tomondan mana bunaqa penoplexdan 2 santimetrli penoplex bu va ichini ham gidroizolyatsiya qilmoqdamiz. Mana bunaqa bitumda va albatta kanalizatsiyalarni ham montaj qildik. O'sha trubalarni to'liq tashab, suvga ham shlankalar tashab qo'ydik. Va to'liq gidroizolyatsiya qilib bo'lgandan keyin sheben zakaz qildik va ekskavator zakaz qildik. Ekskavator полностью shebenni ichiga tashadi. Sheben tashlagandan keyin albatta biz uni ustini vibraplitada yurdik. To'liq shu trambovka qilish uchun. Trambovka qilingandan keyin ustiga stashka qo'yish jarayonlari ham ketmoqda. Stashkaga oz beton ketadi, shuning uchun yoniga biz yana beton qo'yishni boshladik. Ya'ni birgalikda qo'yib yuboramiz. Shu keyingi uylarimizni podushkasiga beton kelganda polni bu yerda stashkasini ham qo'yib yuboramiz. Stashkaning ichiga ham albatta biz setka tashadik. Setkaning tagiga plyonka ham solib qo'yganmiz. Stashkamiz tez qurib ketmasligi uchun va mustahkam chiqishi uchun.